Moziga qaytib ish ko'rish xayrlik derlar. Biz ham yaqin o'tmishga nazar solib, yilning eng zo'r multfilmlari haqida o'rganib chiqamiz. Multfilmlarga qiziqish qay darajada o'zgardi? Anime hamda unga bog'liq voqealar, live actionlar qanchalik omadli chiqdi va o'zbek multfilmlariga qanday ta'sir qildi? Ekran qarshisiga yaxshilab o'rnashib oling. Biz yer sari hisobini ko'rib chiqamiz. Va bugungi mavzuyimiz 2025-yil. Rekordlarni buzib yuborgan Neja yangi auditoriyaga kirib borayotgan animelar va 10 yildan keyin ikkinchi qismi chiqqani hayvonobod. Kelayotgan yaqin vaqt davomida zerikib qolmasligingizga kafolat beramiz. Videoni boshlashdan oldin obuna va like tugmalarini bosib qo'ying. Agar bu yil haqida umumiy gapirsak, yangilangan rekordlar yili. Misol uchun, yolg'izlikda daraja oshirish animasi kutilmaganda 2024-yilning eng zo'r animasiga aylandi. Crunchyroll Anime Award taqdirlash marosimida anime birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. 5-yanvar sanasidan boshlab esa yolg'izlikda daraja oshirish ikkinchi mavsumi premyera qilinishni boshladi. Ikkinchi mavsum birinchisidan ham ko'ra ko'proq mashhur bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Bu anime juda ham sodda va xatolari ko'p bo'lsa ham baribir menga yoqdi. Kechqurun uxlashdan oldin maza qilib ko'rsa bo'ladigan anime. 29-yanvarda Xitoyda premyera qilina boshlangan Neja ikkinchi qismi tarixda katta iz qoldirdi. Buning sababi multfilm 2 milliard AQSh dollaridan ko'ra ko'proq daromad keltirdi. Bu bilan u tarixdagi eng ko'p daromad keltirgan multfilmga aylandi. Bu qadar ko'p kassa to'plashning asosiy sababi multfilm Xitoy mifologiyasini o'zida aks ettiradi. Qolaversa, multfilm rostdan ham juda hissiyotlarga boy. Men hech narsaga yaramayman. Men yovuz bo'lib tug'ildim. Doim sizlarga azob berib keldim. Men ham boshqalar kabi sizlarning faxringiz bo'lishni istardim. Meni kechiring. Meni kechiring. Iltimos, meni kechiring. Ta'sirli sahnalarni tomosha qilib shunchalik qattiq yig'ladimki, hech qachon multfilm uchun bunchalik yig'lamagandim. Nejaning mashhurligi shu darajaga yetib keldiki, hattoki u haqida ko'chadagi taksistlar ham gapirishni boshladi. Bu qanaqa multfilm degan savollarga javobni ikkita video qilib bildirganman. O'shalarni ko'rib bilishinglar mumkin. Agar soddaroq qilib aytsam, yoshlar bop, fantastik va sarguzasht multfilm. Biroq bu yil faqat eng zo'r rekordlardan iborat emas, omadsizlikka uchragan loyihalar ham bor. Oppog'oy va 7 gnomlar filmi. Voqealar multfilm bilan birga-bir bir xil bo'ladi. Shunchaki kino olamida. Film 20-mart sanasida premyera qilindi va Disneyga anchagina zarar hamda heytlar keltirdi. Kino chiqishdan oldin ham muxlislar uni yomonlashayotgandi. Argument sifatida bosh qahramon va asosiy antagonist uchun aktrisalar xato tanlangani aytilgan. Odatda doim shunday bo'ladi. Yovuzlarni o'ldirib, oxirida biror zo'r gap aytishim kerak. Lekin bu qavomiyamga hech nima kelmayapti. O'layigar avval bunaqa bo'lmagan. Netflix studiyasi esa 3-aprel kuni bizni Iblis ham yig'lashi mumkin nomli anime bilan xursand qildi. Bu anime shu nomdagi o'yindan olib ishlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda esa bosh qahramon Dantening raqslari mashhur bo'lib ketgandi. Tomosha qilish davomida quyon personaji juda ham menga yoqdi. Butun animega o'zgacha kayfiyat berib turgan. Lekin bu anime yapon animelaridan ko'ra ko'proq Hollywood filmlariga o'xshaydi. Solo Leveling kabi bu animalar ham boshqa kuchli animalardan charchagan paytingizda maza qilib ko'rsa bo'ladi. Hammaga salom. Bu Minecraft, lekin kino ko'rinishida. Who are you? I am Steve. 4-aprel kuni Minecraft olami haqida, 23-may kuni Lilo va Stitch haqida va 13-iyul kuni Ajdar jilovdorlari haqida jonli filmlar premyerasi bo'lib o'tdi. Oppog'oy filmidan farqli bu filmlar ancha yaxshi kutib olindi. Minecraft filmi kichik yoshli auditoriya uchun ishlab chiqarildi. Menimcha ko'plab Minecraft o'ynovchilarga bu kino yoqdi. Lilo va Stitch Ajdar o'rgatuvchilari esa multfilmdagi voqealarni shunchaki takrorlaydi. Biroq kino ko'rinishida ko'rish ham juda ham qiziqarli bo'ldi. Ayniqsa tungi Furiyaning ko'rinishi, uning xarakteri juda ham zo'r yasalgan. Jang sahnalari, Ajdar ustidagi parvozlar uchun esa anchagina mehnat qilingani bilinib turibdi. Minecraft filmini kichikroq auditoriyaga chiqarishgani menga unchalik ham yoqmadi. Men Minecraftni komediya emas, jiddiyroq fantasy olam ko'rinishida tasavvur qilgandim. Lekin shunga qaramasdan baribir film omadli chiqdi. Bugun faqat multfilm haqida emas, butun yoshlar bop bo'lgan mavzularni ham gaplashmoqchiman. Misol uchun Artifact kanali bu yil 1 million obunachiga erishdi. Bu bilan kanal O'zbekistondagi eng ko'p auditoriyasi bor Minecraft kanaliga aylandi. Undan tashqari yil davomida Fantastic o'zining 70 mingta obunachisi bor kanali bloklandi.
Men esa Vegetaning Yustafak nomli konkursda g'alaba qozonib, birinchi o'rinni egalladim. 2025-yil davomida ko'plab anime haqida kanallar ochildi. Misol uchun, boshingizni qotiramas, Midzushi va boshqalar. Shaxsan o'zim ham aynan shu yil yozda anime haqida kontent qilishni boshladim. 20 tadan oshiq anime tomosha qildim. Aytib o'tishim shart bo'lgan yana bir multfilm K-pop Iblis ovchilari. Premyera sanasi 20-iyul. Bu multfilm Netflix rekordlarini shunchaki sindirib yubordi. Kalmar o'yini va Wednesday seriallarini ortda qoldirib, birinchi o'ringa chiqdi. Multfilm K-pop idollar haqida bo'lgani uchun uni eng kuchli jihati albatta musiqalari. Eng esda qolarli musiqa men uchun albatta Your Idol bo'ldi. Sony kompaniyasining omadli chiqqan K-pop multfilmi bilan bir kunda Pixarning Elio multfilmi premyera qilindi. Mahalladagi xotinlarning aytishi bo'yicha Elio unchalik yaxshi multfilm emas ekan va kassada ham omadsizlikka uchrabdi. Shuning uchun ham o'zimni ko'rgim kelmadi. Yomon yigitlar ikki quchog'imizga kirib keldi. Multfilmning birinchi qismini ham, ikkinchi qismini ham birdaniga tomosha qildim va taassurotlarim juda ham yaxshi. Eng muhim tomoni esa qism birinchi qism uchun juda yaxshi davomiylik bera olgan. Qahramonlarning xarakteri o'zgarishi yoki saqlanib qolishi mantiqiy davom etgan. Bu multfilmni ham uxlashdan oldin yengilgina ko'rib qo'ysa bo'ladi deb ayta olaman. Shu bilan issiq yoz, ta'til va beg'uborlik tugadi. O'quvchilar maktabga chiqdi, kuz fasli esa bizga dahshatli premyeralarni taqdim qildi. Iblislar qotili cheksizlik qasri va Arrodam Reze. Shu ikkita anime filmi Yaponiya devorlarini yorib o'tib, Amerika kinoteatrlarini zabt etdi. Iblislar qotili meni eng yoqtirgan animelarimdan hisoblanadi. Uning kassa yig'imlari 790 million dollardan oshdi. Filmning o'zi shunchalik shov-shuv bo'ldiki, bunga hattoki hukumat ham qiziqish bildirdi. Filmning hozircha raqamli ko'rinishi chiqmagan. Shu sabab bilan tomosha qilmadim. Arrodam Reze filmini esa albatta ko'rdim. Taassurotlarim shunchaki dahshat. Odam yuragini menga ber yoki de menga uzat. Benjin yuragi senlarga o'yinchoq bo'lib qoldimi? Bu filmda jang sahnalarining masshtabi sezilarli darajada kattalashgan. Hissiyotlar va waifular esa bu alohida mavzu. Denji endi Makimadan tashqari bomba iblisini ham sevib qoldi. Ularning munosabatlari shunchalik dahshatliki, uni o'zingiz ko'rib his qilishingiz kerak. Lekin men aniq ayta olaman, xarakteri betonga o'xshaydigan Makimadan ko'ra Reze ancha chiroyliroq va yoqimtoyroq. 10 yillik tanaffusdan keyin Hayvonobod multfilmi ikkinchi qism bilan qaytib keldi. Allaqachon multfilm 1 milliard dollardan oshiq kassa to'plagan. Quyoncha va turk sevgisi esa hammani xursand qilib ulgurgan. Avval ham muxlislar ularni munosabatlari sevgiga aylanishini taxmin qilishardi. Disney buni haqiqatga aylantirdi. Syujet haqida gapirsam, bu safar ham qahramonlarimiz jamiyat ichidagi tengsizlikka qarshi kurashadilar va Zootopiya shahriga oid tarixiy jinoyatni fosh qilishadi. Bir zarbli odam 3-mavsum yilning eng katta animasi bo'lish kutilayotgandi, lekin unday bo'lmadi. Studiya grafikaga juda e'tiborsizlik qildi. Animatsiyaning soddaligi va kadrlarning xatoligi muxlislarni jahlini chiqardi. Nafaqat muxlislar, hattoki IMDb sayti ham 3-mavsum qismlariga juda past baho berildi. Lekin bu mavsumning voqealari juda ham qiziqarli edi. Grafikani bunaqa holatga keltirgan odamni umid qilaman vijdoni qiynalyapti. Mening qahramonlik akademiyam 8-final mavsum. Bu yilning eng yaxshi animalardan biri bo'ldi. Buni IMDb sayti ham tasdiqlaydi. Mana shunaqa final uchun 7 ta mavsumni ko'rsangiz arziydi. Yorib o'rishgan butun mavsumni, har bitta qismni shunchaki voqealarni bilish uchun ko'rmaysiz. Haqiqiy emotsional zarba bilan ko'rasiz. Shunchalik qiziqarli janglar bo'ldiki, ularda masshtabidan ham ko'ra hissiyotlari ko'proq zavq beradi. Oxirgi qismlarga kelib esa men tinmasdan yig'lashni boshladim. Video albatta spoilerli bo'ladi, lekin aynan shu animani spoiler qilmayman. O'zingiz albatta ko'rishingiz shart, tavsiya qilaman. Va shu bilan yana bitta yangi avlod animasi o'z nihoyasiga yetdi. Hop, 2025-yil yakuniga yetyapti. Yil davomida bo'lgan multfilmlar sarhisobini qildik. Men yil davomida bo'lgan shaxsiy fikrlarim va boshqa narsalarimni alohida qilib Muxlis Plus kanalimizda video qilib joylayman. Agar shunchaki kanalimizda bo'lgan voqealar haqida ham qisqa gapirsam, bu yil biz taxminan 100 ming obunachiga erishdik. Men aniq bilmayman, chunki men videoni 26-dekabr sanasida zapis qilyapman. Bu video 30-dekabr kuni chiqadi. Katta ehtimol bilan 100 ming obunachi to'plagan bo'lamiz. Bundan juda ham xursandman. To'g'ri, yil davomida kanal bilan bog'liq muammolar juda ko'p bo'ldi. Telegram kanaliga shu o'rinda obuna bo'lib qo'ysanglar, u yerda o'sha ma'lumotlar, kanalga nimadir bo'lsa, birorta video kechiksa, hammasini tushuntirib aytib boraman. Yil juda ham ajoyib o'tdi. Streamlar qildik anchagina. Birinchi streamimizda shu yil qildik.
Xo'p, yil davomida adashmasam 50 mingta obunachi to'pladik. Bu zo'r. Kanalda eng cho'qqiga chiqqan yillardan biri mana shu 25-yil bo'ldi deb ayta olaman. Yil davomida bo'lgan multfilmlar, animatsion filmlar bularga fikrim videoda bildirib o'tdim, juda ham zo'r. Yana ham batafsilroq fikrimni Telegram kanalimda butun yillik prezident yillik hisobot xalqqa topshiradi-ku, o'shanaqa qilib Telegram kanalimda qilib qo'yaman. Havolalar videosi bo'ladi, o'tib olishingiz mumkin. Instagramimizga ham, Instagramni ham endi yuritib boraman 26-yildan boshlab. Hammani yangi yilda yaxshi kutib olinglar deb tilab qolaman. Sizlar bilan super muxlis, sizlar bilan yil davomida super muxlis bo'ldi. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Beraman. Kamerani o'chiramiz. Men super muxlisman. Men sizlarni yaxshi ko'raman.